to'qima turlari birinchi hosil qiluvchi, ikkinchi asosiy to'qim, uchinchi qoplovchi, to'rtinchisi o'tkazuvchi, beshinchi mexanik, ketma-ketlik bo'ladi va oxirgisi ajratuvchi. To'qimalar. Demak, florada nechta to'qima bor ekan? 6 to'qima bor ekan. Ular hosil qiluvchi, asosiy, qoplovchi, o'tkazuvchi, mexanik va ajratuvchi. Bularni eslab qolinglar. Har qanday hujayralarning yig'indisi to'qima bo'ladi va ularni yig'ib turadigan narsa funksiya bo'lishi. Demak, funksiyasi o'xshash bo'lgan hujayralar yig'indisi nima deylar ekan? To'qima. Eslab qo'yinglar. Funksiyasi va shakli bir xil bo'lishi kerak. Hosil qilish to'qima o'simlikda o'tgan nima bilan? Bir xil o'qishlarimiz kelmay qolgan o'sha paytda hozir endi yetkazib olishdi. Ana shu o'simlik deydigan bo'lsak, o'simlikning yer osti qismi va yer usti qismi bor, ikkita, to'g'rimi? Hosil qilish to'qima shoxlarning uchida kurtaklanadi va ildizning uchida joylashgan bo'ladi. Birinchisi. Va mana shu ikkita to'qima hosil qilish to'qima deyiladi va bo'yiga o'sishini ta'minlaydi. Qayerga o'tar ekan? Bo'yiga o'tar ekan. Demak, shoxlarning uchida bo'lar ekan. Va ildizni uchida bo'ladi. Nechta joyda bo'lar ekan? Ikkita joyda bo'lar ekan. Shoxlarning uchida va ildizni uchida bo'lar ekan. Xo'p. Keyingisi. Mana bunaqangi to'nkan ko'rgansizlar? Bunday halqalari bo'ladi. Mana shu qavatni ksilema degan qavati bor. Va undan sal oldiroqda flema degan qavati bor. Mana shu ikkalasining o'rtasida kambi bo'ladi. Demak, ksilema va flemaning o'rtasida nima bor ekan? Kambi bor ekan. Mana shu kambi hisobiga o'simlik eniga qarab o'sadi. Esladinglar darsda? Endi bu demak birinchi to'qimamiz. Hosil qilish to'qima o'z nomi bilan hosil qiladi va hosil qiladi degani bu tez-tez bo'linib ko'payadi, to'g'rimi? Tez-tez bo'linadigan hujayralarda hujayra qobig'i qattiq bo'ladimi, yumshoq bo'ladimi? Yumshoq bo'ladi. Qattiq bo'lmaydi. Agar qattiq bo'lsa, uni yo'q qilishga vaqt ketadi, to'g'rimi? Hujayra sitoplazmasi ham quyuq bo'ladi. O'shaning uchun tez-tez bo'linib ko'payishga o'rgangan hujayra. Tez-tez bo'linadi, tez-tez yangi nimalar hosil qilib turadi, bo'lginlarni hosil qilib turadi. Bu. Demak, hosil qilish to'qimaning o'ziga xos xususiyati nimada sizlar aytasizlar? Bu hujayra. Bu hosil qilish to'qima o'simlikning yuqori qismida va pastki ildizining uchida va kandida bo'ladi. O'simlikni eniga va bo'yiga ta'minlaydi. Bundan biz hosildorlikda foydalanamiz. Dehqonchilikda va bog'dorchilikda bundan foydalanamiz. Qanday foydalanamiz desa, o'simlik tepaga qarab o'sib ketayotgan bo'lsa, tepadan chilpib tashlanadi. Chilpish degani kesib tashlanadi. Tushundinglar? Chilpish degani nima degan ekan? Kesib tashlanadi. Tepasidan kesib tashlagandan keyin tepada hosil qilish to'qima bo'lmaydi, o'simlik qayerga qarab o'sadi? Eniga qarab o'sadi. O'shaning uchun bog'larga kirsanglar, haligi ayniqsa vodiyga ketadigan, Toshkentga ketadigan bog'ga kirsanglar, daraxtlar baland bo'lmaydi-da, eniga katta bo'ladi-da, hosil ko'p soladi. Nimaga baland bo'lmasligi kerak? Nimaga shunday deb o'ylaysizlar? Nozik bo'ladi. Yo'q, terish noqulay bo'ladi. Bo'yi baland. Tushundingizlar? O'simlik o'sib ketadigan bo'lsa, terish noqulay bo'ladi. O'shaning uchun ham tepasi chilpib tashlanadi-da, qayerga qarab o'sadi? Eniga o'sadi. Mana shu unga foydali. Tushunarlimi? Hosil qilish to'qima haqida tushundinglarmi? Demak, birinchisi bo'ldimi? Bo'ldi. Keyingisi asosiy to'qima. Asosiy to'qima bu to'ldiruvchi to'qima hisoblanadi.
to'ldirib turadi. Qayerda bo'shliq bo'lsa, o'sha yerni nima to'ldiradi? Asosiy to'lqin to'ldiradi. Buni haligi devor miqyosida o'rgatdimmi? Agar bitta dom devorni sen betondan tashkil topgan deb o'ylasang, to'g'rimi? Beton bo'ladi, domlar devor. Uni orasidan armatura o'tgan bo'ladi. Issiq suv, sovuq suv turbalar o'tgan, to'g'rimi? Mana bu misol tariqasida, mana devor deydigan bo'lsang, uni ichidan armaturalar o'tgan, to'g'rimi? Buni vazifasi nima? Men buni mexanik to'qima deb atayman-da. Chunki nima vazifa bajaradi? Tayanch, to'g'rimi? Mustahkamlik kerak. Undan tashqari issiq suv, sovuq suv turbalari o'tgan. Men buni o'tkazuvchi to'qima deb atayman. Chunki o'tkazib beradi, to'g'rimi? O'tkazuvchi to'qima deb atayman. Va devorning oldi va orqasida nimasi bor? Aha. Qoplovchi bor. Chunki uni qoplab turadigan devori bor, to'g'rimi? Tashqi tomondan emol bilan sochib biz devorlarni oppoq kraska bilan o'ralgan, to'g'rimi? Demak, bu devorning nimasi? Qoplovchi to'qima, qo'pol qilayotgan. Demak, eslab qo'yasizlar. Mexanik, o'tkazuvchi va qoplovchi to'qimani bo'lmagan joyda hamma joy betonmi? Qolgan hamma joy beton bo'ladimi? O'sha beton asosiy to'qima. Tushunarli? Demak, eslab qo'yasiz. Sizlardan so'rayman. Asosiy to'qima nimalarni orasini to'ldirib turadi desa, aytasiz. Mexanik, o'tkazuvchi va qoplovchi to'qimadan qolgan hamma joy asosiy to'qima deydi. Tushundinglarmi? Yo'qlar o'ylab, bu testga tushadi. Mexanik, o'tkazuvchi va qoplovchi to'qimani orasini asosiy to'qima nima qilib turar ekan? To'ldiradi. Va bu ikki xil bo'ladi. Asosiy to'qimamiz ikki xil bo'ladi. Eslab qo'ying. Bular Qo'lidagi kiyima va jamg'aruvchi. Nechi xil ekan? Ikki xil ekan. Qo'lidagi kiyima yaxshi to'qima, borib ishlab keladi. Ishlaydi, pul topadi, harakat qiladi yoki to'polib ketganda fotosintez qiladi. Demak, qo'lidagi kiyima nima qilar ekan? Fotosintezdan amalga oshirar ekan. Fotosintezdan amalga oshiradi. Endi fotosintez qilgan narsasini jamg'arib qo'yish yoki to'plab qo'yish shunday aytib jamg'arish to'qimani ishi bo'ladi. Tushunarli? Demak, fotosintez qilingan organik moddalarni kim jamlaydi desa, nima deysiz? Jamg'arish. Bu qaysi to'qimaga kiradi desa? Asosiy to'qimaga kiradi deb aytasiz. Tushundinglarmi? Tushunmas ekan? Keyingisi. Qoplovchi to'qima. Qoplovchi to'qima nihoyatda oson. Epiderma chuqur bo'ladi. Periderma va postloq. Nechi xil ekan? 3 xil ekan. Epiderma, periderma va postloq ekan. Mana shu uchalasini yaxshilab eslab qo'yinglar. Faqatgina periderma tarkibida po'kak bo'ladi. Nima bo'lar ekan? Po'kak bo'ladi. Va sizlar televizorda ochganingizda boshqa qilgan po'kak chiqadi. Xuddi o'shaqa po'kak. Faqat u po'kakni bu po'kakdan farqi, bu po'kak quruq bo'lmaydi. Yoqsimon modda suberin shimilgan. Tushunarli? Nima shimilgan ekan bunga? Suberin moddasi shimilgan. Eslab qo'yinglar. Bu po'kakning vazifasi issiqdan himoya qiladi. Sovuqdan himoya qiladi va kasalliklardan ham himoya qiladi. Nechta vazifasi bor ekan? 3 vazifasi. Men sizlardan so'rayman. Salom. Qaysini dedi? 6. Ibn Sina. Endi demak, sizlardan so'raladi. Periderma nima tarkibiga kiradi desa, qoplovchi to'qima. Peridermani tarkibida nima bor desa, po'kak bor. Po'kakka nima shimilgan desa, suberin degan. Suberin qanaqa modda desam, yoqsimon modda desam. Tushundinglarmi? Yoqsimon modda. Uni vazifasi nima po'kakda desam, sovuqdan va kasalliklardan himoya qiladi. Tushunarlimi? Keyingisi. O'tkazuvchi to'qima. O'tkazuvchi to'qima nihoyatda antiqa bo'ladi. Mana bu o'simlikni bargi deydi, misol uchun. O'simlikni bargi.
Bu yerda ham qoplovchi, mexanik va o'tkazuvchi to'qimalar bor. Qolgan joyi nima bo'ladi? Asosiy to'qimani qaysi biri fotosintez qiladi? Klorin kiyma fotosintez qiladi, jamg'aruvchi emas. Qaysi biri? Klorin kiyma fotosintez qiladi. Tushundinglarmi? Demak, bu fotosintez qilganda S6H12 O6 nima hosil qilar ekan? Organik moddasini yoki eslab qolinglar, buni formaga yozib olsangiz bo'ladi. Glyukoz. Tushundinglarmi? Tomirdan jo'natadigan glyukoz bor. O'shani formulasi shunaqa bo'ladi. Qanaqa ekan? S6H12 O6. Demak, bu glyukoz. Glyukoz. Endi misol tariqasida aytaman. Misol uchun seni zo'r qo'shning bor. Aytdim-a? Uni oshi bor, senda esa suv bor. Uni uyida suv bo'lishini rosa xohlaydi. Suv chiqish keladi-da. Sen esa uni nimasini yeging keladi? Oshini yeging keladi. Xuddi o'shanday narsa, eslab qo'ying. Xuddi o'shanday narsa ildiz bilan ro'y beradi. Ildizda nima bor? Suv bor. Eslab qo'ying. Suvni tepaga olib chiqish kislemadir. Demak, suv nima orqali tepaga chiqar ekan? Kislema orqali qayerga chiqadi? Tepaga chiqadi. Barglargacha yetib boradi. Organik modda esa floema orqali pastga tushadi. Tushunarlimi? Nima degan? Demak, floema organik moddani pastga olib tushadi, kislema esa suvni tepaga olib chiqadi, shovqin qo'yadi. Endi mexanik to'qima. Tayanch beruvchi. Mexanik to'qimamiz asosiy vazifasi o'zi mustahkamlik. Bizning tanamizda skeletlar bor, to'g'rimi? Bizga tayanch vazifasini bajaradi. Agar suyagimiz bo'lmasa, biz ham 8 oyoq qo'shib, yerda o'rmalab yurardik, 8 oyoq qo'shib. Nima eshik tagidan turib yuradi. Bizda qaddimizni tik tutish uchun, tik holatda yura olishimiz uchun bizda nima bor? Skelet bor. O'simliklarda xuddi shu vazifani nima bajarar ekan? Mexanik to'qima bajarar ekan va uni ko'rinishi ikki xil bo'ladi, eslab qo'ying. Bular kalenhima, Sklenhima. sklenhima. Nechi xil ekan? Ikki xil ekan. Kalenhima va sklenhima. Tirik o'lik. Kalenhima. Tirik. Sklenhima esa o'lik bo'ladi. Ana endi sklenhimani o'zi yana ikkiga bo'linadi. Eslab qo'ying. Uzun ingichka lut tolalari. Lut tolalari Uzun ingichka. va sklerit tosh hujayralar. Nechi xil ekan? Ikki xil ekan. Lut tolalari sizlar ko'rgansizlar dedim-a? Haligi tutni qayerga sindirib bo'lmaydi. Lekin sindirsang ichida ikki o'xshagan nima chiqadi dedim? Tolalar chiqadi dedim. Xuddi o'sha narsa o'simlikka nima bergan? Elastiklik yoki mustahkamlik bergan, to'g'ri? O'sha narsa tufayli u nima qilmadi? Sinmadi. Sklerit tosh hujayralari esa asosan meva etida va urug'ini po'stida bo'lishi mumkin. Meva etida sizlar ko'rgansizlar, aytdim-ku, nok o'simligi bor. Nokni daraxtda yangi o'sib tishlab yeydigan bo'lsang, tishingga nima seziladi dedim? Toshga o'xshagan mayda narsalar nima qiladi dedim? Seziladi dedim. O'shaning uchun ham nokni nima qilib bo'lmaydi? Ha? Xurmoda bo'lmaydi. Milxada bo'ladi, nokda bo'ladi. Yeganingda tishingga mayda qumga o'xshagan narsa kirgan bo'lmaydi. Demak, nokni barra holatda olib nima qilib bo'lmaydi? Yeb bo'lmaydi. Uni nima deydi? Ozgina o'rab qo'yib, keyin iste'mol qiladi. Nega o'rab qo'yadi desa, eslab qolinglar. O'rab qo'yganingda o'sha mevani tarkibida nima bor? Glyukoza bor, lekin mevani tarkibida fruktoza bo'ladi, eslab qo'ying. Fruktozani ham
tarkibi past shunaqa. Fruktoza bu meva shakari. Xuddi o'sha meva shakari mana bu skleroz tosh hujayralarni eritib tashlaydida meva yumshoq bo'lib qoladi. Tushundinglar? Nega o'rab qo'yganini tushundinglar? Endi ajatosh to'qim. Ajatosh to'qim o'z nomi bilan ajratadi. O'simlikdan ajralib chiqqan har qanday narsa nima ekan? Ajratuvchi to'qimaning mahsulotlari ekan. Ajratuvchi to'qima o'zidan nima ajratadi desa, har birini eslab qo'yinglar. Smola, Nektar. Kauchuk. kauchuk, efir, Efir moylar. Fitoksin. va hokazo bor. Endi qarang. Har birini eslab qo'yinglar. Smola nima desa, smola bu o'simliklar tanasida sariq asalga o'xshagan narsa turadi. Xuddi o'sha narsa nima ekan? Smola. Bu asalni vazifasi nima desa, yeyish emas. Bu asalni u asal u smola o'simlikda qayta tiklaydi. Tushunarli? Yaralangan, jarohatlangan joyini nima qilar ekan? Qaytadan tiklaydi. Keyingisi nektar. Nektar bu hasharotlar tomonidan changlanadigan o'simliklarni hasharotlarga changlatgan uchun beriladigan bonus. Tushunarli? U o'simlik changini olib, urug'chasiga tushirib ketgan paytda u nektar uchun keladi. Va o'zi bilmagan holda changlatib ham ketadi. Demak, nektarni asalari so'rib, uyiga olib borib, jig'ildonida qayta aylantirib qusgan paytda asal keladi. Tushundinglar? Nima kelinlariga? Asal nihoyatda toza bo'ladi, eslab qo'ying. Toza narsa. Keyingisi kauchuk. Kauchukni bilasizlar. Kauchukdan rezina narsalar nima qilinadi? Ishlab chiqariladi. Efirlar esa bular efir esa uchuvchan modda hisoblanadi. Hidi, bargi va poyasida hidi bo'lgan har qanday narsada nima bor? Efir bor. Misol uchun rayhon. Bilasizlar? Rayhondan katta miqdorda nima chiqadi? Hid chiqadi, to'g'rimi? O'sha hid nima hisobiga ekan? Fitosidni vazifasi esa bu bakteriyalarni o'ldirish. Ya'ni bakteriyalarni o'ldirib kasallik tug'diruvchi narsalarni nima qilib yuborar ekan? Yo'q qilar ekan. Tushundinglarmi?